Xo'p, okey. Mirjallik tomog'im og'riyapti-da, lekin marojniy olma. Kech qilib battar bo'lib kechqurun mamalata olmaydimi? Yo'q, zahar bilan kesasan, ya'ni muzdek bilan kesasan. Hop. Tomog'ing og'riyotganda, muzdek suv ichgansan, boshqa narsa qilgansan, angingni eshgan bo'lishi mumkin. To'ppa-to'g'ri. Kecha o'zim marojniy yeb tomog'im shishdi, yana marojniy yeb. Bugun yana ustiga marojniy yesang, og'rig'ingni qoldiruvchi, ya'ni dori-darmon yemaysan, ichmaysan deb marojniyni yeb olsan, og'rig'ing qoladi. Ya'ni simptomni davolovchi hisoblanadi. Qishda yesang agar marojniyni sovuq kunda yesang, immunitetini oshiradi bu marojniy. Bu Andijon marojniy nobodi ko'cha-ko'yda sotayotgan bo'lsa, olib yeyla tavsiya qilamiz. Demak, marojniy yesam nimadir bo'lib, battar nimadirlar bo'lib ketmaydi, to'g'rimi? Yeyverish kerak cho'chim. Yo'q, yeyish kerak. Immuniteting o'zi kuchayib, kurashib, o'zi davolab oladi. Ya'ni immunitetini baquvvat qilib olishing kerak deysan. Lekin u operatsiya yoqasida san marojniy yeyish tavsiya etilmaydi. Shunaqa insonlar ham bor deb tomog'i battar bo'g'ilib ashi. Saniki kasallikning boshlanishi. Marojniy yesang, simptom, ya'ni og'rig'ingni qoldirib oladi, yaxshi bo'ladi. Jigarlar, qaroch tomog' og'risa, men olishni qilasizlar. Andijon marojniyiga bitta 5 bor. Sog' bo'linglar.